Eng foydali sharbat. Bu pomidor sharbati hisoblanadi. Ularda kaloriya va shakar beruvchi moddalar juda kam hisoblanadi. Shuningdek, likopin moddasi yurakni himoya qiluvchi va saratonni asruvchi kuchli antioksidant hisoblanadi. Eng zararlisi-chi? Eng zararlisi bu qadoqlardagi meva sharbati, ayniqsa uzum sharbati. Ularda kletchatka moddalari umuman yo'q. Eng foydali sho'rva. Kurka sho'rasi hisoblanadi. Ovqatni hazm qilishda juda yaxshi va tarkibidagi kollagenlar tufayli bo'g'im va ichak faoliyatini yaxshilaydi. Eng zararlisi-chi? Eng zararlisi solyanka, yog', tuz va kanserogenlarning haqiqiy bombasidir. Eng foydali qovurilgan go'sht. Grillda pishirilgan yog'siz buzoq go'shti hisoblanadi. Sababi unda organizmga oson so'rilishi temir, oqsil, rux va B12 vitaminiga juda boy. Eng zararlisi-chi? Eng zararlisi skоворodkada ko'p yog'da qovurilgan cho'chqa go'shti. Bunga endi kommentariy shart bo'lmasa kerak. Eng foydali choy. Ko'k choy, ayniqsa matcha, sababi u eng minimal darajada fermentatsiyaga uchraydi va maksimal darajada o'zida polifenollar va antioksidantlarni saqlab qoladi. Eng zararlisi-chi? Eng zararlisi bu supermarketlardagi yaqin choylar. Sababi ularning tarkibida hech qanaqa choy mavjud emas, faqatgina shakar, konservantlar qo'shilgan bo'yalgan suvdir.